Allah Taala nima uchun g'am andishlarni yaratdi? Xiyolingizga biror qitim bu savol kelib baqqanmi? Men bu savolni nihoyat ko'p qizlarga qo'yib baqdim. Lekin ko'pchilikdan ko'ngildagidek javob ololmadim. Ba'zilar bu savol meni xilidan beri qiynab kelyotdi. Biz musulmon bo'lsak, doim Allohga itoat qilishga tirishsak, nima uchun bizga turli musibatlar kelaverdi? Nimishqa u zot bizni yig'ilishimizga qo'yib berdi deb so'radi. Meni qiynab kelayotgan musibatlar orqasidagi hikmatni bir kuni tushunib, qalbimning tasalli tepishi uchun bu savolga albatta javob topaman deb umid qilaman. Alloh taolo qayg'ularni nima uchun yaratgan? Nimishqa taqdirimizga ko'z yoshlarni putgan? Musulmonga keladigan musibatlarda 4 turli payda bo'ladi. Birinchi payda musibatlar gunoh va xatoliklarni o'chiradi. Abu Said al-Khudri va Abu Hurayra radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonga yetadigan har qanday jismoniy yoki ma'naviy azor, hatto putiga tikan kirsa ham gunohlarga kafarat bo'lganligini bayon qilgan. Buningga qarang, mu'min bandiga yetgan mayli org'illik, ig'ir mehnat tufaylidan bo'lgan g'olsizlanish, hatto uzoq menish sababli paydo bo'lgan qiynalish, saqayishi qiyin bo'lgan, uzoq davomlashayotgan kasalliklar, tegi sodir bo'lmagan ish uchun tashvishlanishlar, bo'libmi o'tgan musibatlar uchun siqilishlar, boshqalardan yiqitadigan nohaq jabr, zulmlar, g'am andishlar va ko'ngilning xira tortishlari, bularning hammasi sababli Alloh bandaning xatoliklarini o'chiradi toki banda Rabbiga pok holatda yo'liqib jannatga loyiq bo'lsin uchun. Bir qiz hayotida beshidan o'tgan tövendiki voqeani hikoya qiladi. Alloh meni diabet kesili bilan sinadi. Insulin urishni boshladim. Endi bir umr mushundaq yashaydi ekanman deb qattiq siqildim. Hatto davolanganimni kelmay qoldi. Insulin urishning og'riqi arzimas bo'lsa-mu, lekin uni har kuni doimiy turda takrorlab turish hayotimning dahshatlik daqiqalariga aylandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bandiga tikan kirsimi Alloh bu sababli uning gunohlarini kechiradi degan hadisni anglag'ucha hayotim shu tarizida rangsiz o'tayverdi. Shu chog'da o'z-o'zimga ukulning yenglisimi xuddi tikanning o'ziga Alloh shu sababli barliq gunohlarimni kechiradi dedim. Shuningdan keyinla ko'p ukul urishimning orqasiga yushiringan hikmatni ko'raladim. Bu o'ziga xos bir mag'firat edi. Shuningdan boshlab insulin haqidagi fikrim va uningga bo'lgan ko'z qarashim butunlay o'zgardi. Men uni mag'firat tikni deb ataydigan bo'ldim. Ishida to'xtamay ukul urg'izayverganligim uchun qalbim yorlanib ketgan bo'lsa, endi uni Allohning mag'firatiga bir vasila deb bilib, xotirjam yashashga boshladim.